Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda graflarni tasvirlash usullari, qo'shma matriса va munosabatlar matrisasi mavzusida bitta misolni ishlanishini ko'rib o'tamiz. Demak, misolimizni sharti quyidagicha: berilgan ma'lumotlar asosida grafning qo'shnilik matrisasini tashkil qiluvchi dastur yozing. Ya'ni bizga bitta ma'lumotlar beriladi, shu asosida biz grafni qo'shnilik matrisasini tashkil qilamiz. Demak, dasturimizni yozishni boshlaymiz. Dasturni C+ dasturlash tilida yozamiz. Demak, kutubxonadan keyin biz using namespace std, ya'ni sin va siyotlarni kiritishda stdni har qatorda qaytadan yozmaslik uchun shu kodni yozamiz. Using namespace std. Endi esa asosiy funksiyamizda ikkita o'zgaruvchi kiritib olamiz. Demak, o'zgaruvchilarimiz integer tipda kiritib olamiz. Integer tipda u va v. Bu yerda u tugunlarimiz soni, v esa qirralar soni hisoblanadi. Demak, ularni sin qilib kiritib olamiz. Birinchi uni, keyin esa v-ni kiritamiz. O'zgaruvchilarimizni kiritib oldik. Endi esa bizlar matrisani tashkil qilamiz. Ya'ni integer tipda bizlar a degan uga u o'lchamli matrisani hosil qilamiz. Hosil qilganimizdan keyin bizlar sikl ochamiz. For integer tipda I teng 0 dan I kichik u dan I plus plus. Keyin esa yana bitta sikl ochib olamiz. Uga u o'lchamli bo'lganligi uchun bu ham integer tipda. Endi j teng 0 dan j kichik ingacha j plus plus. Plus plus belgisi bu yerda har safar indeksni 1 ga oshirib boradi. Endi esa matrisamizning qiymatlarini ij larni hammasini 0 ga tenglab olamiz. Demak, matrisamizning barcha qiymatlari 0 ga tenglandi. Endi esa yana bitta sikl ochib olamiz. For integer tipda I teng 0 dan I kichik v dan I plus plus. Bu sikl bizga grafning qirralarini kiritish uchun kerak bo'ladi. Demak, integer tipda x va y degan o'zgaruvchilarni ochib olamiz. Keyin ularni sin qilib kiritamiz. Sin x va y. Endilikda esa matrisaning x, y indeksda turgan qiymatlarini 1 ga tenglaymiz. Va keyin esa teskari y va x-inchi indeksdagi qiymatlarni 1 ga tenglaymiz. Biz yo'naltirilmagan graf ishlayotganimiz sababli x, y indeksdagi va y, x indeksdagi qiymatlarni 1 ga tenglab oldik. Endi esa yana bitta sikl ochib olamiz. I teng 0 dan I kichik u dan I plus plus. Keyin yana bitta sikl ochamiz. For integer tipda sh teng 0 dan sh kichik u dan sh plus plus. Cout a i g. Bu orqali biz matrisani qiymatlarini chiqarib olamiz. Albatta, bu qiymatlarni probel bilan ajratib holda chiqaramiz.
Demak, qiymatlarni chiqarib oldik. Qiymatlarni alohida har qatorda chiqarish uchun cout handle qilib olamiz. Ya'ni bu orqali har qatorda alohida qilib matrisamizni tashkil qilib olamiz. Demak, shu bilan bizning misolimiz tayyor. Demak, misolimizni boshidan ko'rib chiqamiz. Integer tipda u va v parametrlarini kiritib oldik. Keyin sikl ichida matrisamizning qiymatlarini 0 ga tenglab oldik. Barcha qiymatlarini 0 ga tengladik. Keyinchalik esa yana bitta sikl ochdik. Bu grafni qirralarini kiritish uchun qirralarini x va y qilib belgilab oldik. Ularni kiritdik va matrisamizning x, y va y xinchi indeksda turgan qiymatlarini 1 ga tengladik. Bu orqali biz yo'naltirilmagan grafni tashkil qilib olamiz. Keyin esa qaytadan sikl ochdik. Bu sikl orqali matrisamizni qiymatlarini chiqarib oldik. Qiymatlarini probel bilan ajratilgan holda chiqarib oldik. Keyin esa har qatorda alohida chiqarish uchun cout handle qilib yozib oldik. Har qatorda alohida qilib matrisamizni tashkil qilib oldik. Demak, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Bizda xatolik ko'rsatdi. Demak, biz bu yerda uni n deb belgilab ketgan ekanmiz. Ya'ni bu yerda tugunlar soni n emas, u bo'ladi. Demak, xatomizni to'g'rilab oldik. Bu yerda biz n kiritib ketgan ekanmiz. Demak, endi qaytadan dasturni ishlatib ko'ramiz. Dasturimiz ishladi. Endi qiymatlarni kiritamiz. Grafni tugunlarini kiritamiz boshda. Tugunlari soni 4 ta, qirralari esa 3 ta. Qiymatlarni kiritib olamiz. 0 u 1. Keyingi qiymatimizni misol uchun 1 u 2 qilib kiritib olamiz. 1 u 2. Keyingisini esa 2 u 3. Demak, bizga matrisani chiqarib berish kerak. Matrisamiz chiqdi. Demak, 0 u 1 indeksda turgan qiymatni 1 ga tengladi. Keyin esa 1 u 2 indeksda turgan qiymatni ham 1 ga tenglab oldi. Teskarisini ham, ya'ni 1 u 0 indeksda turgan qiymatlarni ham 1 ga tenglab oldi. Ya'ni birinchi ustun 0 qatordagi element qiymatini 1 ga tenglab oldik. Shu orqali barcha qiymatlarni o'zgartirildi. Ya'ni 1 u 2, 2 u 1 indeksdagi va 2 u 3 va 3 u 2 indeksda turgan qiymatlarini 1 ga tenglab qo'shnilik matrisasini chiqarib berdi. Shu bilan misolimiz o'z nihoyasiga yetdi.